O'g'lim Botirov Doston Rustamovich 2010-yilda tug'ilgan. Hozir bolam shu IT sohasi bo'yicha hamma ketayotganligi uchun bu ham kompyuterga, telefonlarga ko'proq qiziqaverdi. Shu sohani o'rganaman deb o'zi qo'ymadi. Keyin biz sensorikaga, kompyuter savodxonligiga qo'ydik. Shunda kompyuter savodxonligini yaxshi a'lo baholar bilan bitirgandan keyin front-endga o'tdi. Bunyod ustoz front-end Python dasturlash tillarini o'rgatdilar. Ulardan xalqaro sertifikatlar oldi. Farzandim pullar tashlab berildi, kartalar ochildi. Shu pullarni ham samarali, barakali ishlatish uchun o'zi xonalarni remont qilgisi keldi. Shunda sensorikaga borib maslahatlashgandik. O'g'lingizda agar shunaqa qobiliyat bo'lsa 3D Max'da davom ettirsin deb ular maslahat bergandan keyin biz 3D Max yo'nalishiga o'tdik. U yerda o'qishni davom ettirdi. Feruz Ne'matovich ustozlariga o'qishga qo'ydik. Suhbat asosida o'qishga qabul qilindi. Shu proyektlar chiza boshladi, uylarni chizishni boshladi. Shu aytib, agar moliyaviy tomondan bunga yetkazib beradigan bo'lsak, shu uyni qaytadan buzib qurmoqchilar ham bo'lib ketdi. Ichida sig'may boraverdi. Internetlarni ko'radi, eng shu zamonaviy hamma narsani kichkina joydan ham unumli foydalanishlar, shunaqa narsalarni xohlaydi. O'zim aytaman, tavoq-pavoqlar boqishni xohlamasdim. O'zi hayvonlarga ham qiziqyapti, bilmasam endi hayvonlar ham oddiygina bo'lsa ham shu tavoqlarga inlarni loyihachalar qilib qurishni boshladi. Men to'g'risi o'zi hayvon boqmaylik derdim. Chiroyligina qilib, ixchamligina qilib, hayvonlarga ham qiziqqanligi uchun shuni qurdi. Maxsus qulayligi, suvlari ham tepada, donlari ham tepada. Buni butun tug'iydigan joylari umuman importni, tuxum qo'yadigan joylari mana. Tavuqdan qo'rqadigan kishilar umuman mana oliga yaqinlashmasdan, uyni ichiga kirmasdan mana bu yerdan tuxumchalari olib ketilaveradi. Mana tuxumlar tuqqan tavuqlarimiz mana. Ana shu yerdan olinadi. Mana ko'rishingiz ham mumkin, samonlar tashab chiroyli qilib qo'ygan. Loyihalar qilishni boshladi. Mana shu kuxinni orqamdagi garniturda ham loyihasini o'zi qildi. Oshxona mebelini shu yaratganda yorug'lik tushib tursin deb mana lampochkalarni alohida qaratdi va mana bu yerda sekretni o'tib ketish joyi qilib taxladi. To'g'risi mebelchilarni ana shunda sal qiynadi. Ular tushunmaydi, bu tushuntiradi. Ana shunda picha injiqligini ham ko'rdik. Mana bu yerdan mana bu yerga o'tib ketish, sanuzellarga bemalol mana o'tib ketsa bo'lar. Oldingi kuxnyamni ko'rsatsam qo'rqib ham ketasiz. Mana bu yerda eshik bor edi, alohida kirib chiqilardi bu yerdan. Keyin o'g'lim shu proyektga kirgandan keyin buni to'xtatib bo'lmaydi. Aytibmanki, eshiklar ochtirish, kuxnyaga shunaqasini, kuxni garniturlar yaratish. Aytavergandan keyin dadasi bilan ikkamiz chizib ko'rsatavergandan keyin men bozordan sotib olmoqchi bo'ldim. Ona yo'q, 1 million, 2 milliondan qochmang. Mayli qimmatroq bo'lsa ham sizga bir umr ketadigan narsa taxlaylik deb aytaman, fikrlashlari ham o'zgargan. Bizga shuni keyin dadasi bilan ikkamiz qo'llashga harakat qildik moliyaviy tarafdan ham. Umuman hech narsa oldirishga qo'ymayman. Men o'zim chizib beraman, yasatasiz. Faqat tamom. Ana shu men chizib beraman, yasatasiz. Ana shularni keyin chizib yasatdik. Bu singilchasi uchun darsxona qilib yasatdik, ham kiyimlarini, shkaflari, dizaynlari Dostonniki. Aytamanki, fantaziyalariga cheksiz bizning moliyamiz yetmadi, faqat shu fantaziyalar kunda uyg'onaverdi. Bu o'zini Dostonni o'zini xonasi, shunda o'zi shunaqa aboylik bitta dizayncha qilaman dedi. Ustalarga tushuntiradi. So'nggi pullarni, soxta pullarni olib keladi. $50 buni qilasiz, buni sochilgan qilasiz. Xullas, juda qiynaldik buni ideyasini chiqarib berishga, yoki keyin qo'ldan kelgancha harakat qildi hamma. Lekin chiroyli chiqdi. Shu prorab Doston bo'ldi. Yangi aboy o'zidan yaratdi. Fantaziyalari, shu ustozlari, 3D Max'dagi shu ustozlar bilan birga qilgan ishlarida olgan natijalarini mana ko'rsatdi bolam. Rahmat ustozlariga, shunchalik bachamga bilim darajasidagi bilimlariga mehr, muhabbat uyg'otib bilganlari uchun katta rahmat aytaman. O'zi yoshlikdan qiziqish bo'lgan, domlaga, loyihalarga, katta loyihalarga qiziqish bo'lgan. Sensorikani tanlab xato qilmabman. Avvalambor ustozlarimga, Feruz ustozimga katta rahmat. Dasturchilikda va 3D Max ishlashni o'rgandim. Uyda ko'rgan mebellarni ham o'zim 3D Max loyihalarimda qilganman. Uydagilar ko'rsatganman, uydagilarga yoqqan, ular qo'llab-quvvatlab menga shu narsalarni qilib berganlar. Kelajakda hali niyatlarim katta, inshaalloh
domla katta O'zbekistonda yo'q, bunalarni qurish niyatlab bor. Ishonaman, niyat qilgan odam albatta orzu niyatiga erishadi. Faqat maqsad qo'yish kerak kattaroq. Mollarga to'xtab qolmaslik kerak. Shunaqa farzand tarbiyalayotganimdan xursand bo'laman. Alloh menga shunaqa ne'matni berganga xursand bo'laman. Rahmat hammasi uchun deyman yana. Shu sensorkaga o'qigandan beri odoblari ham yaxshi, o'qishlari ham yaxshi. Yaxshi tomonga o'zgargan farzandimni faqat yaxshi natijalarini ko'raman. Oxirigacha yaxshi bo'lsin endi.